Ko'pchilikda savol tug'iladi. Nega musulmonlar 17-asrdan keyin g'arbdan ortda qola boshladi? Bu savolga javob birgalikda izlab ko'ramiz. Avvalo shuni aytib o'tamanki, bu fikrlar o'zimning qarashim va izlanishlarim subyektiv. Taqqoslashda o'zimizning tarix, umum islom tarixi va jahonda nima sodir bo'lganini olib boramiz. Qadimdan turklar kuchli harbiy madaniyatga ega bo'lgan. Ular birinchi bo'lib temir bilan ishlashni o'rgangan. Yana bir muhim ustunlik otliq qo'shin. Turk jangchilari ot ustida jang qilish san'atini mukammal egallagan edi. Hatto ayrim Yevropa tarixchilari Hunlar hukmdori Attila haqida shunday degan. Ular go'yoki ot ustida tug'iladi va ot ustida vafot etadi. Islom dini yoyilgandan so'ng ko'plab imperiyalar qurildi. Ilm va madaniyat cho'qqisiga chiqdi. Turklar islomni qabul qilgandan keyin bu harbiy kuch yana ham mustahkamlandi. Islom ularga nafaqat din, balki maqsad, birlik, siyosiy g'oya berdi. Endi esa 15-17-asrda dunyoning eng kuchli davlatlarida aynan musulmonlar imperiyasi edi. 15-asr mintaqamizdan boshlaymiz. Ulug'bek davridan keyingi ilmiy tanazzul. Buyuk olim va hukmdor Mirzo Ulug'bek davrida Samarqand ilm-fan markaziga aylangan edi. Ammo u o'z o'g'li tomonidan o'ldirilgach, siyosiy beqarorlik boshlandi. Ko'plab olimlar Samarqandni tark etishga majbur bo'ldi. Masalan, Ulug'bekning maktabining mashhur olimlaridan biri Ali Qushchi keyinchalik Istanbulga borib, ilmiy faoliyatini davom ettirdi. Bu hodisa tarixchilar tomonidan ba'zan ilm markazining sharqdan g'arbga ko'chishi ramzi sifatida ko'riladi. Shu payt dunyoga yangi porox davri kirib kelayotgan edi. Mehmet Fotih davridagi eng katta islohotlar qilib, 1453-yilda Konstantinopolni zabt etdi. Bunga eng asosiy sabablardan biri sifatida zambarak ko'riladi. U davlatini mustahkamlash uchun bir qator siyosiy tizimlarni joriy qildi. Saroy nikoh siyosati sultonlar odatda siyosiy klanlar kuchayib ketmasligi uchun qul yoki chet ellik ayollarga urinardi. Taxt uchun kurashlarning oldini olish uchun esa shahzodalar biri taxtga o'tirishi bilan o'zini aka-ukalarini o'ldirishi kerak edi. Bu siyosat Usmonli davlatining uzoq vaqt barqaror turishiga yordam berdi. Temuriylar muammosi esa har bir farzandning taxtga chiqish huquqi borligi, bu esa ichki kurashlarni avjiga oldi. Mirzo Ulug'bekdan so'ng Abu Said Mirziyoning to'g'rini katta qismini bir bayroq ostida birlashtirdi. Amir Temur Shohrux Mirzo davrida yaqin Sharq qaytarish maqsadida Oqqo'yinli turkmanlar bilan jang olib borib, Qorabog'da mag'lub bo'ldi va Temuriylar 16-asr boshida tamoman barham topildi. Shaybonixon va Shayboniylar haqida gaplashgan edik. G'ijduvon jangidan so'ng Hirotgacha hududni qaytarganligi bilan 1526-yilda Sistonni mag'lub bo'lishadi. Sababi Safaviylar armiyasi modernizatsiya artilleriya keng foydalanib boshlagan edi. Chunki Safaviylar ham achchiq mag'lubiyatga uchraydi. Chaldiron jangida armiya tizimini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Biz esa faqat Abdullohxon davridagina yangilaymiz. Abdullohxon ikkinchi shu sababli ko'plab hududlarni egallaydi va bu bizning oxirgi cho'qqimiz bo'lib qoladi. Undan keyin Imom Qulixon davrida ham kuchli bo'lib, ayrim janglarda yutib, hatto Registon maydonini ham quramiz, ammo baribir dunyo siyosatiga aralashmay qo'ygan edik. 17-asr oxiriga borib esa afsuski umuman yetakchi imperiyalardan ancha qolib ketdik. 18-asr askarlarini ko'rishingiz mumkin. Bizdagi eski o'qotar qirol agar hamma askarlarda ham bo'lmaganini inobatga oladigan bo'lsak, ko'rinishi yanada achinarli. Usmoniylar bu payt dengizda ustunlik va Leponto jangi. Bu davrda esa Usmoniylar davri edi. Ular nafaqat qurollikda, balkim 16-asrda Usmoniylar imperiyasi dengizda ham kuchli edi. Mashhur admiral Xayriddin Barbarossa davrida Usmoniy floti O'rta Yer dengizida hukmronlik qildi. Ammo 1571-yilda Leponto jangi bo'lib o'tadi. Bu jangda Usmoniy floti katta yo'qotishlarga uchraydi. Shunga qaramay Usmoniylar qurollikdagi kuchini saqlab qolgan edi. Vena qamali burilish nuqtasi 1683-yilda Vena qamali bo'lib o'tadi. Mehmet 4-davrida oxirgi yurish bo'lib o'tadi. Bunda qo'shinni Qora Mustafa podsho olib boradi. Bu paytga kelib Usmoniylar podsholari jangga o'zlari chiqmay qo'ygan edi. Qamalda shahar olishga qiynalishadi. Shu payt Polsha Litva ittifoqi Usmoniylar yonida o't ocha boshlaydi, Usmoniylar yengilib qocha boshlashadi. Bu jang ko'pincha tarixchilar tomonidan Usmoniylar imperiyasining Yevropadagi kengayishini to'xtatgan muhim burilish nuqtasi sifatida ko'riladi. 1697-yilda Sulton Mustafa II Usmonli imperiyasining eski qudratini qaytarishga harakat qildi, lekin Tisa daryosi bo'yida Yevgeniy Savoy qo'mondonligi Habsburg armiyasiga yutqazadi. Shundan keyin imperiya tashqarisiga kengayish siyosatidan faqat mudofaa siyosatiga o'tishga majbur bo'ladi. Boburiylar imperiyasiga kelsak, Hindiston juda boy va qudratli imperiya edi. Boburiylarning cho'qqisi Aurangzeb davriga to'g'ri keladi. U
U 1658-1707-yilda boshqargan. Ba'zi iqtisodiy tadqiqotlarga ko'ra, o'sha davrda dunyoning 1/3 iqtisodi aynan Boburiylar egalik qilgan. Ammo keyinchalik ichki muammolar va tashqi bosim sabab imperiya zaiflashib bordi. Nodir-shoh davri. 12-asrda Nodir-shoh katta imperiya qurishga harakat qildi. Nodir-shoh ham Turkiyada Afshar Oghuz urug'idan u butun Turkiyalarni birlashtirmoqchi edi. Amir Temur singari. U Ironni birlashtirdi. Usmoniylar ayrim hududlarni qaytarib oldi. Turkiston xonliklarini vassalga aylantirdi. Hindistonga ham yurish qilib, Dehlini egalladi. Hatto shunda ham Britaniya va Fransiyadan orqada edi. Nima demoqchiman? Shunday katta hududlarga ega chiqib ham Sharq Napoleoni dunyo yetakchisi imperiyasi emas. Nega Yevropa oldinga o'tib ketgan edi? Asosiy sabablar bir nechta edi. Dengiz savdosining rivojlanishi bunga sabab. Usmoniylar Buyuk Ipak yo'lini to'sib qo'yadi va shunga Yevropaga Hindistonga dengizdan yo'l topish uchun kema sozlarini rivojlantiradi. Bu esa yangi geografik kashfiyotlar olib keladi. Avvalo ular navigatsiya va xarita tuzishda yutuqlar erishadi. Yevropa davlatlari sanoat ishlab chiqarishni boshlab juda tez rivojlanib boshlaydi. Shu asosiy sabablar uchun dunyo boshqaruviga chiqdi. Amerikaga Yevropaga kolonial davrni boshlab yuborib, mahalliy hudud hindularni genotsid qilishni boshlaydi.